Jigarlar, assalomu alaykum. Yana bir borman. Futbol do'stlar. Mana bu terroristlar haligacha ketmayapti. Bu meni uyimdan tarafidan, lekin hozircha ular ko'rinmayapti. Shuning uchun sekin ochamiz. Mana bu akkamlarni shunqadar hop, AWP'ni olamiz, pistoletimizni olamiz. To'xtanglar, o'qlarni hammasini pastga jo'laymiz. Hop, pastga hammasini jo'laymiz. Va jigarlar, mana bu pichoq, pistolet, uzoqdan ko'rishni durbin va shlem hamma yo'qolib tur. Uzr, videoni bizdan davoman. Shitimizni olamiz. Hop, kiyamiz. Nima ko'rdingmi? Boshqasida ko'rdingmi? Hop, jigarlar, eshikni ochamiz. Ovozini sal pasaytiraman. Hozircha ko'rinish berishmayapti, lekin o'tgan videoda yo'q joydan kelib qolishgandi. Hop. To'xtanglar. Avtomatimni olib yurishim kerak. Bu hatto nargida o'lgandimi? Hop, jigarlar. Ular qayerda bo'lishi mumkin? Sho'tta men sal-pal ovoz eshitib qoldim. Hop. Qayerda ekan? To'xtanglar. Buni qildingmi, qamadingmi? Qopdi. Pistolet. Men miyamga sig'mayapti ular qayerdaligi. O'tgan safar ham shu mana bu ikkita uydan bittasiga kelib qolishuvdi. Hozir pastda bo'lishi ham mumkin. Snayperistman men. Lekin jigarlar, biz hozir bilan topishimiz juda ham zarur. Chunki biz bularni yo'q qilishimiz kerak, lekin ular qayergadir bekin olgan. Chunki ular biladi, men o'tgan videoda nima qilganimni. Ular har doimgidek taktikada so'ygan, taktika. Hozircha biz uyga kiramiz, eshikni qulflaymiz, buzamiz, olamiz, eshikni tagida yotamiz. Bo'lsam ular shaptaloq oqimizni chiqarib qo'yishi mumkin, chunki uyimiz ilma teshik. Kiyimlar bilan tayyorladim. Xo'p, jigarlar. Ular haligacha yo'qmikan? Avtomatimizni olamiz, chunki avtomat bu yaxshi. Agar avtomating bo'lsa qo'lingda tezroq otasan, ana AWPda esa otishning uncha iloji yo'q. Xo'p, jigarlarim. Ularni qayerdan topamiz? Qornimiz ham ana qora narsa nima? Spawnermi? Nima bo'ldi? Voy. Krisalar. Voy. Ot. Voy, jigarlar, ko'rdinglarmi? Mana spawner bor ekan, lekin men uni oldiga borgan zahotim ular paydo bo'lishdi. Juda ham yomon bu. Lekin men spawnerni qanaqa yo'q qilaman? Snayperim qani? Tot. Tashlashdi. Jigarlarni otib tashlashdi.
Endi qayerdan otildimmi? Orqamda. Nozula kelishadi. Qarab turishingiz sani. Nima enemy spawner? Oh ma. Yana astashdi. Bittasi ketdi. Voy, ikkinchisi ham ketgandi. Meniyam go'sh. Ketdim. Jigarlar, men bu yerda o'ldim. Shu yoqqa tezroq yuguramiz, narsalarim yo'qolib ketmagan bu. Yo'qolib ketmadi degan umiddaman. Narsalarimni olaman, qochaman bu yerdan. Juda bular judayam kuchayib ketishdi. Lekin ularning narsasi qattaligini bilib oldim, jigarlar. Xo'p. Men endi nima bo'ldi? Endi o'zim xon bo'lsa ham go'sht yeymiz. Xo'p, cho'chqa go'shti dinimizda harom, shuning uchun mushuk go'shti yeymiz. Ya, hozir. Xo'p, biz ularning qattaligini bilib oldik, lekin borishga ilojimiz yo'q. Agar boradigan bo'lsak, ular spawn bo'lishadi. Hozir qanaqa yo'l tutsammikin? To'xta, menda blok bor. Bittasini spawnerning ustiga qo'yib qochsammikin? Qo'ydim. Orqaroq. Avtomatim ushlab. Dadamga yetib beraman o'zim. Otma, maymun, otma. O'zim iste'mol qilish uchun. Jigarlar, jonim voshyo oz. Ikkinchi etajga chiqib olamiz. Voy jigarlar. Вообще bu men nimalarni qilib tashladim? Nimalar qilib qo'ydim o'zim bilmagan holda. Вообще qo'rqib ketyapman. Chunki nimaga qo'rqyapman? Menda даже bomba ham yo'q. Shitimizdan kiyib olamiz. Qorin och. Kelmasmikan? Ishingni har ehtimolga qarshi yopib qo'yaylik. Bugungi videomiz mamtada ko'raslab avtomat. Voy jigarlar, men gapirishga yarimtagina bo'ldi. Amir qoch bu yerdan. Qoch bu yerdan Amir. O'z yopirilib kelsa yirtadilar. Shoninglar yirsib tashlaydilar. Prям yorishadi mana shoninglar. Halol go'shingiz. Assalomu alaykum jigarim.
jon. O, mana mol go'shti dinimizda qanaqa halol, lekin bitta o'qqa o'lmagan mol. Bitta go'sht berishi kerak. Xo'p, sizga lozim ham buni pishirib yeb, ana qilib o'tirmayman. Bo'ldi, bittasini pishirib kelaman. Lekin qani yer ketdi. Yer bile. Masalan, hayday olaman. Haydolmas ekanman. Xo'p, 3 harf ekansan. Qocham men qoch, miyasiz. Ahmoqlar. O'zinglar ham bilasiz, Xorazmlikman, miyasiz deganimdan bilib olishinglar mumkin. Kudrang necha foiz? Hech qancha. Jigarlar, mana ovqatimizni ham topib oldik. Xom bo'lsa ham boriga shukr qilamiz, yo'g'iga sabr qilamiz, sekin asta boramiz. To'rtta bular. Yo, o'qatim ham yo'q. Bir, ikki, bir-birini o'ldirdimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bular. Man nima deyishyapman? Yo'q, qaranglar-da. Menda hachabi nima ham yo'q. Bir-birini o'ldirishyapti. Xarosh, bu men uchun plyus. Lekin bular to'xtashni to'xtanglar, qaranglar, bularni o'qi menga tegmayapti. Meniki esa tegyapti. Bu juda ham yaxshi-ku. Lekin bularni spawnerni yo'qotish bu juda ham problema. Bu video 2-3 ta qismdan iborat bo'lib ketishi mumkin. Pasva kishi ko'p fonga berandi. Shu yerda turib o'taverarsam normalniy. Qani enemy? Ey, bratishka, menda snayper bor. Bitta keladi. Pistoletda ham chang bo'lib ketdi mana. Bu jigarlar, bu video juda ham katta qismli bo'ladi va sizlar buji qilib layklar va obunalarni bosib tashlanglar. Chunki nimaga bular juda ham ko'p kelyapti desanglar, men bularni уже spawnerni oldidaman. O'q qolmadi. Nima desam bo'ladi endi? Peshona ekan. Voy, ko'payib ketishdi. Jonim ham ketyapti. Xo'p jigarlar. Bugungi video roligimiz shu yerda tugaydigan bo'lib qoldi, chunki biz bu terroristlarni bugun haydab ololmaymiz va keyingi videolarda men qayerlardandir ovqat topaman va ishoninglar, keyingi safar mana shu terroristlarni spawnerlarni yo'q qilamiz. Asosiysi biz bularni spawnerlari qayerdaligini bilib oldik. Hammaga xayr, men Futbol bo'ldim. Keyingi video 3-qism chiqishi uchun bu videoda 5 ta like va menga yana 3 ta yangi obunachi kerak bo'ladi. Sizlar buni qilasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan men Futbol bo'ldim. O'zinglarni asranglar. Xayr, sog', salomat bo'ling.